Duxovkada pishirilmaydigan 10 yoshli qizingiz ham bemalol qila oladigan juda ham oson, lekin mazasi og'zingizda qolib ketadigan cheesecake retseptini bo'lishaman. 200 g yubileyniy pecheniyeni xuddi shunday qilib maydalab, 100 g erigan saryonni ustiga solib yaxshilab aralashtiramiz. Qo'lingizda shunaqa qilsanglar press bo'lib qolishi kerak. Xohlagan qolipingizga solib, tekislab, yaxshilab ustidan bosib, presslab chiqishingiz kerak bo'ladi va morozilkaga 15 minutga qo'yib olasiz. Jelatinga suv solib aralashtirib 10 minutga olib qo'yasizlar. Endi ustidagi oq nachinkani tayyorlab olamiz. 200 g labniy tvorojniy sir, 200 g qaymoq, 200 g smetana, 100 g shakar solib, shakarlari yaxshilab erib ketgungacha aralashtirasizlar. Va oxirida jelatinimizni eritib, massamizga solib olamiz. Jelatinni solganingizda juda ham tezlikda aralashtirishimiz kerak, bo'lmasam qotib qolishi mumkin. Tayyor bo'lgan massamizni presslab olgan pecheniyamizga solib, yaxshilab tekislab olishingiz kerak bo'ladi. Stolga 1-2 marta ursanglar, tekis holatga keladi. Qotish uchun xolodilnikka 2 soatga qo'yib olamiz. Endi xohishga ko'ra mevalar bilan bezatib olamiz. Men mana shu mevadan foydalandim. Cheesecake tostiga meva solmasdan o'zini yesanglar ham juda ham mazali ketadi. Mana cheesecake'imiz ham tayyor bo'ldi. Bu cheesecake'da umuman shirinlik tayyorlashni bilmaydigan qizda ham bittada o'xshab chiqadi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, bu videoni shirinlikni umuman pishirishni bilmaydigan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.